Aleyküm, Yakov House obunachilar, aziz mijozlarimiz. Fayazov ko'chadamiz. Sholkomatalning to'g'risi birinchi qavatli 2 xonali kvartiramiz chiqdi. Ko'rib chiqamiz, bu yerimiz shunday prixojniy zona. Prixojniy mebellari qo'yilgan. Yaqinda birinchi chetdan ketamiz. Bu yerimiz mehmonxona zal. Kattalik ham ajoyib, ko'rib turibsizlar. Konditsionerlar qo'yilgan. Jihozlarsiz sotiladi, hamma narsasi ketadi. Yana birinchi qavat, akvaynalar, shotkalar qo'yilgan. Albatta, yana disk ploshatkalari ko'rinib turibdi. Bu tarafimizda yuvinish xonasi, dushoy kabinkalar bilan hojatxonasi hammasi o'zida kompaktli bo'lib sig'ib turibdi. Boilerlar qo'yilgan, vodonagrevatel. Bu tarafimiz kuxnya. Kuxnyada yana shu kuxniy mebel qoladi gaz plitasi bilan. Duxkontrolli kotellar qo'yilgan. Yaqinlar tochkaga gap yo'q. Birinchi qavat. Bu yerimiz spalni. Spalning kattaligi ham yaxshi, hamma jihozlar sig'ib turibdi, garniturlar. Shu spalning tengida podval ham bor, shu razmerda. Buni bir tarafini tushuntirib o'ting. Bu oynasi yo'l tarafiga qaragan. Bu yerda xohlasangizlar bir do'kon ochish, biznes qilib bersangizlar bo'ladi, chunki buni yanında do'konlar bor, sattirashgan, ham tikuvchilik, mana hozir kichkina mini klinikalar ham ochib turibdilar. Shunday klinika ham ochib bersangizlar bo'ladi. Bemalol. Yaqinlar narxi nima ajoyib. Narxini qaranglar. Birinchi qavat uchun bundan ofisni bir narsalarni ochib bersangizlar bo'ladi. Primo egadan Ramazon aksiyasi, bilasizlar, hujjatlarni tekshirgan holda o'zlaringiz bilasizlar, men bunday aksiya vaqtida hujjat tekshirmayman, krediti bormi yo'qmi, shuni kelishgan holda uy egasi bilan pastdan egan nomeri, narxi 410 million, ozgina kelishadigan yer bo'ladi. Bemalol murojaat qilaringlar. Video yoqqan bo'lsa, bir like bosib